Alkan va dibrom alkandan iborat 55 va 6 gram aralashma. Noma'lum alkanimiz bor ekan. SnH2n+2. Va dibrom alkan. SnH2n brom 2. Umumiy 55,6 gram aralashma ekan. Xo'p, keyinchi. Aralashma bromlanganda o'zaro izomer bo'lgan. Bromlanganda brom qo'shildi, brom qo'shildi. Hosil bo'lgan mahsulotlarimiz. O'zaro izomer bo'lgan 0,8 mol tribrom alkan. Tribrom alkan bo'ladigan bo'lsa SnH2n-1 brom 3. Bu yoqda ham SnH2n-1 brom 3 hosil bo'ladi. Hop, -1. Reaksiyadan vodorod bromid chiqib ketadi. Bu yoqda ham vodorod bromid chiqib ketadi. Umumiy 0,8 mol aralashma hosil bo'ldi, deyapti. Lekin o'sha tribrom alkanni molyar massasi 267 ga teng ekan. Reaksiyalarni tenglashtirib qo'yamiz. Bunday qilib reaksiyamiz teng. Xo'p, 267 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni SnH2n-1 brom 3 ni massasi 267 ga teng ekan. 267 ga. Shundan qaysi alkanligini aniqlab olamiz. Xo'p, 14n-1 plus 83+240 teng bo'lar ekan 267 ga. 268 dan 240 ni ayiraveramiz va chiqqan javobni 14 ga bo'lamiz. N teng bo'lar ekan 2 ga. Bu esa etanligini bildiradi. O'z navbatida S va D javoblarini cho'p ko'rsak bo'ladi. Endi etanni molini aniqlashim kerak ekan. Etan va dibrometan reaksiyaga kirishdi brom bilan. Hosil bo'ldi S2H brom 3 brom birikdi. Hosil bo'ldi S2H3 brom 3 bu plus vodorod bromid umumiy massasi 55,6 deyapti. Xo'p, bu yoqdagi mol esa 0,8 mol deyapti. Bittasini x olaman, keyingisini y olaman. Shunda bu 30 x ga teng bo'ladi. Bu esa 160 ga 28, 188 y bo'ladi. Tenglama tuzib olamiz. X plus y imiz 0,8 mol ga teng ekan. 30x plus 188 y imiz teng ekan 55,6 ga. Sistemani ishlaymiz. Xo'p, sistemani ishlasak x imiz chiqadi bizda 0,6 mol. Javobimiz B varianti.